Geylar uchun. Yuring. Bo'ladi. Sal orqaroq olib qo'ying. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi, nimaga? Passivmisiz, aktivmisiz? Nima deganingiz u? Bu geylarning parkovkasi bu yer. Mana qayerga yozib qo'yibdi? Mana gey, parkingi gey deb yozilgan. Yoki uzr. Yo'q, uje to'xtang. Ha, 1 minut. Shodiyor Obidov, qarab oling. Keldingizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz ham ro'yxatga qo'shildingizmi? Qanaqa ro'yxat aka? Propiskadan joy egalladingiz, ko'rmayapsizmi? Yopishtirib qo'yganmiz. Xullas, Men buni ko'rman, hozir boshqa joyga olib qo'yaman. Ya boshqa joyga emas, o'sha iloji yo'q. Tanish bilishchiliklar o'tmayapti aka. Bizdan xafa bo'lmang. Toshkent degan o'zimizning gruppamizda bor. Toshkent temaga qo'shadi. Sizni rasmga olib turib tashlab qo'yishim kerak. hozir sizni Toshkent temaga qo'shamiz. O'sha yerda sizni rasmingizni qo'yib qo'yamiz-da, narxingizni yozib qo'yamiz, bo'ldi. Yo'q, Shu bilan hal bo'lib ketadi. Yo'q, kerak emas. Shu bilan hal bo'lib ketadi. Men o'zim hayron bo'lib ketdim. Shuning uchun mashina qo'ymaganga men qo'yimman-da. Xohlasalar olib qo'yaman bir chekkaga mashinani. Yo'q, boshlig'i bo'ladi Shodiyor Obidov, shu polni shunaqa temalarni o'zlari ro'yxatga oladi. Bilganimda men Passivmi, aktivmi? Nima u passivmi? O'sha geylarni o'zini ikki xil turi bor. Atay siz ham o'zingiz ham tortib ketadi, to'g'rimi? Ozgina Nima o'xshayapti. deysiz aka? Misol, men qanday fohishasan deb bo'lmaydi-yu. Nima qiladigan bo'ldik aka? Ko'cha-ko'yda yurishimiz bor. Bir marta uzr akalar, geylarni parkovkasiga boshqa qo'ymayman deb bersiz bo'ldi. Bo'lmasa rostdan shunday temaga chiqarib yuboramiz. Hozir olib qo'yaman mashinani. Bitta she'r aytib bering. Boshliqqa ham yoqadi, sizga o'sha yoqadigani. Davay. Shu bilan qo'yib yuborasiz. Qo'yib yuboramiz. Baland ekan archamiz, yonib ketdi barchamiz. Yaqin bo'ldi. Sizdan keldi. Lekin hozir oxirgi yo'limiz yo Toshkent temaga chiqasiz, yo bo'lmasa uzr so'raysiz. Boshqa variant yo'q. Qo'lingizni ko'ksizga qo'yib, chiroyli so'rang. Bo'ldi, uzr boshqa geylar parkovkasiga qo'ymayman, bilmadim nima.